Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bugünkü İslam dini sohbet programımızga Türkiye'nin İstanbul şehrinde yaşap turuyotgan vatanperver dini zatlarımızdan Abdülhalil hacimni teklif kıldık. Tıkıtanlar ekranda bolsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'malina. Men yehdihillahu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Amma ba'd. Barliq hamd sanolar alemlerinin parvardigori Allohga xosdir. Shuning bilan birgalikda olamlarga rahmat qilib yuborgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, uning oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga ta qiyomatgacha eng yaxshi go'zal xuluq axloq bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarga Allah'ın salamı ve bereketi bulsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz mümin Müslüman qarindoshlar, bugünkü bizning dini sohbetimiz bo'lsa, Allah uchun yaxshi ko'rish va Allah uchun yomon ko'rish degan mavzuda bo'ladi. Mümin Müslümanlarning eng go'zal sifatlaridan biri u o'zining yaratgan Robbisini hammadan bak suydi. Parvardigorini suyishini hech kimga tan qilmaydi. Bu mu'min musulmonlarning alohida bir sifatidir. Shuning bilan birgalikda mu'min musulmonlar Alloh taolaning yaratgan boshqa mahluqotlarni ham sevadi, yaxshi ko'radi. Ammo ularni yaxshi ko'rish Allohni yaxshi ko'rish bilan barobar bo'lmaydi. Allah'ını yaxshi ko'rish boshqacharoq bir şekilde bo'ladi. Allohning mahluqotlarini, ya'ni mayli o hayvon bo'lsin va yoki inson bo'lsin, ularni ham yaxshi ko'rish boshqacharoq bo'ladi. U ikkisiningki sevgisi, yaxshi ko'rishi bir-biridan farq qiladi. Ammo Allohni va undan keyin esa Allohning suyuklik payg'ambari bo'lgan Sarvari kainat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ne hem barcha insanlardan, hatta özünün ata-anasından hem, kavmi qarindoshdan hem yaxshiroq ko'rish kerak. Çünkü Peygamber aleyhisselam hadislerinin biri de meni taki özünden hem, bola chaqangdan hem ve barliq insanlardan hem yaxshi ko'rmaguningcha mümin musulmon bo'lolmaysizlar degan. Shuning uchun bizning muhabbatimiz birinchi o'rinda yaratgan zotga bo'ladi. Undan keyin esa u zotning elchisi, payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhisalomga bo'ladi. Undan keyin esa u zotga ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarga bizning sevgimiz, muhabbatimiz ana shularga bo'ladi. Iymonni bizga suydirgan va qalblarimizni iymon nuri bilan ziynatlagan, küfrni va itoatsizlikni bo'lsa bizga yomon ko'rsatgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambar alayhisalom hadislarining birida mundaq degan: "Man ahabba lillah va abghada lillah va a'ta lillah va mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Qandoq bir inson Alloh uchun birsini yaxshi ko'rgan bo'lsa va bir kishini Alloh uchun yomon ko'rgan bo'lsa va shuning bilan bir kishiga Alloh uchun beradigan yordamini bergan bo'lsa va shuning bilan birgalikda Alloh roziligi uchun beradigan yordamini to'xtatgan bo'lsa, ana shu inson o'zining iymonini mukammal qilgan bo'ladi dedi. Bizning muhabbatimiz bir insonga Alloh uchun bo'lishi kerak va yomon ko'rishimiz ham shaxsiy g'arazimiz uchun bo'lmasdan Allah uchun birovni yomon ko'rmoqchi bo'lsak, Allah uchun yomon ko'rishimiz kerak.
Çünkü bu Allah'ın emir fermanlarını, buyruqlarını baca keltirmeyotida. Şunun için bu Allah'ın düşmanı bo'lganligi için men bunu Allah için yaman ko'raman deb yaman ko'rishimiz kerak. Şahsi adavatimiz ya şahsi menfaatimiz için bir insonni yaman ko'rishga haqqimiz yok. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mundaq deydi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-ahillahu yevma'idin ba'duhum li ba'din aduvun illel muttaqin. Ya ibadi la khawfun aleykumul yevme ve la entum tahzanun. Ellezine amenu bi ayatina ve kanu muslimin. Udkhulul cennete entum ve azvacukum tuhbarun dedi. Zümer suresi. Bu ayetning manası yani o günde, yani bu günde, yani kıyamet günde dostlar bir-biriga düşman bo'ladi. Yani kıyamet günüde insanlar mahşergahga yig'ilgan chaqda hamma insanlar bir-biriga düşman bo'ladi. Bir-birini ko'gini ko'zi bo'lmaydi, bir-biridan qochadi. Ama hayati dünyada xudolik uchun, Allah rozilik uchun do'stlashgan insonlarla bir-biridan qochmaydi. Ular bir-biriga do'st bo'ladi, mehribon bo'ladi. Shuning bilan ana shu hayoti dunyoda bir-birini yaxshi ko'rgan insonlarga Alloh taolo aytadi ekanki: "Ya ibadi la khawfun alaykumul yawma wa la antum tahzanun." Ey mening taqvodor bandalarim, bugungi kunda sizlarga hech qanday xavf xatar, qo'rqinch, g'am, qayg'u degan narsa yo'q. Ular bizning yo'q. Ellezina amanu bi ayatina ve kanu muslimin. Ve ularga aytildiki, bandalarim, bugun sizlarga qo'rqinch yo'q, g'am, qayg'u yo'q deyiladi. Ular bizning oyatlarimizga iymon etgan va musulmon bo'lgan edilar dedim. Çünkü ana shu taqvodor insonlar hayoti dunyoda Allohning oyatiga iymon keltirgan, shuning bilan birgalikda musulmon bo'lganligi uchun ana shu kishilarga qiyomat kunida hech qanday xavf xatar, g'am, qayg'u, andisha degan narsa bo'lmaydi. Va ularga aytiladi ekanki, sizlar ayollaringlar bilan birga xo'shal-xo'ram holatda jannatga kiringlar deyiladi. Çünkü hayoti dunyoda Allah uchun do'st bo'lganligi uchun, Allah uchun bir-birini yaxshi ko'rganligi uchun, shaxsiy manfaati uchun, shaxsiy g'arazi uchun do'stlashmaganligi uchun u insonlar ana shu qiyomat günde ham, mahshargahda ham nihoyatda xo'shal-xo'ram holatda, hech qanday g'am, qayg'u bo'lmagan holatda yashadi. Qiyomatni tasvirlab Alloh taolo boshqa bir oyatda shunday deydi ekanki: وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ لَشَدِيدٌ dedi. O günde insanlarını mest bolgan halette göresen dedi. Ama ular mest emasdır. Allah'ın azabının kattıqlığıdan ularning hali mana shu ko'yga tushib qolgan, xuddi mast odamdek bo'lib qoladi. Chunki qiyomat kundagi dahshat, azob nihoyatda ham qattiq. Quyosh mana shu bizning boshimizdan neyzi bo'yi balandlikda turadi. Amma o insonni o'ldirmaydi. Amma insonning badanidan chiqqan ter bilan insonning butun vujudi qaynaydi. Mana shunday kunda hayoti dunyoda Allah uchun do'stlashgan, Allah uchun bir-birini sevgan ve Allah uchun ayrılgan insonlar o kunda Allah'ninki soyisidan saylanadi. O kunda qiyomat kunda Allah'ning soyisidan boshqa hech qanday bir yerda soya bo'lmaydi. Anas ibn Malik'ten rivayet kılıngan hadiste Peygamber aleyhisselam mundaq deydi. Allah'ның şundaq bendeleri var ki, kıyamet günü ular nurdan bo'lgan munberde o'ltiradi deydi. Ularning kiyimlari nurdan, yüzlere nihayetimin nurluq bo'ladi. Ular peygamberler hem emas, şehitler hem emasdir. Ama peygamberler hem şehitler hem ularga havas bilan qaraydi. Bu qaysi turdagi, qaysi xildagi insonlardir bular? Ne güzel bularning maqomlari,
bular nima degan chiroyli joyga ega bo'pti bular. Bular qanday insonlarkin deb payg'ambarlar ham, shahidlar ham ana shu qiyomatda ana shu minbardagi yoqutliq, marjonliq, nurliq minbarda o'tirgan insonlarga havas bilan qaraydi. Shu chog'da sahobalar ya Rasululloh ular kimlar deb so'radi. Nima sababdan ey Rasululloh ular ana shu manzilga, ana shu maqomga erishdi? Ular qaysi xildagi insonlar ya Rasululloh bizga aytib bering dedi. Payg'ambar alayhisalom shunda aytdi ekanki, ular Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'rganlar, Alloh uchun bir-birini ziyorat qilganlar va Alloh uchun bir-biri bilan ham suhbat bo'lib o'ltirgan kishilar dedi. Ya'ni Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'rgan. Uning mansabi uchun emas, obro'yi uchun emas, mol mulki uchun emas va boshqa bir mansab maqomi yoki go'zalligi uchun emas, Alloh roziligi uchun do'stlashgan insonlar. Chunki hayoti dunyoda u Allohning buyrug'ini qilgan va Alloh qaytargan ishlardan o'zini tiygan insonlar. Shuning uchun ham ana shu insonni Alloh uchun yaxshi ko'rgan bu dunyoda. Ana shu insonlar qiyomatda ana shu Alloh taolo tayyorlab qo'ygan yoqutdan bo'lgan, marjondan bo'lgan ana shu qasrlarda o'ltiradi. Hatto unga payg'ambarlar ham, shahidlar ham. Shahidning maqomini bilamiz. Shahidning maqomiga to'g'ri keladigan maqom yo'q. Alloh taolo Allah yo'lida shahid bo'lgan insonlarga shu darajada buyuk maqomni, o'rinni tayyorlab qo'yganki, jannatga kirgan hech qanday bir inson dunyoga qaytishni istamaydi. Ammo shahid ham o'zining shu jannatda unga berilgan maqomni ko'rib, qaniydi men yana bir dunyoga qaytsam, Alloh yo'lida shahid bo'lsam, yana bida mening darajam bundan ham baland bo'lsa, yuqori bo'lsa deb shahid faqat shahid hayoti dunyoga qaytishni istaydi, xohlaydi. Uningdan boshqa kirgan insonlar, jannatga kirgan insonlar dunyoga qaytishni xohlamaydi. Jannatda ana shunda noz ne'matlar bo'lganligidan dunyoga qaytishni istamaydi. Ammo shahidga berilgan mansabning, maqomning yuqorligidan shahid qaniydi yana bir dunyoga qaytsam, yana Xudo Alloh yo'lida men shahid bo'lsam, mening maqomim buningdan ham yuksak bo'lsa, Alloh menga nima degan go'zal, nima degan yaxshi mansabni, nima degan chiroyli joyni ato qildi. Men qaniydi yana bir dunyoga qaytsam, Alloh yo'lida shahid bo'lsam, Alloh yo'lida shahid bo'lsam, yana qaytsam, yana shahid bo'lsam, yana kirsam, yana qaytsam deb shu darajada shahid hayoti dunyoga qaytishni istaydi. Ammo uningdan boshqa insonlar jannatda berilgan noz ne'matdan hayoti dunyoga qaytishni istamaydi. Shuning bilan birgalikda bir-birlarini ziyorat qilgan, Alloh uchun bir-birini ziyorat qilgan insonlar ana shu minbarga yoqutdan, marjondan qurilgan, hech qanday uningga misli ko'rilmagan, uning o'xshashi bo'lmagan hayoti dunyoda o'xshashi bo'lmagan ana shu maqomlarga erishtirdi Alloh taolo. Qanday kimsalarni hayoti dunyoda bir-birini ziyorat qilgan. Kim uchun? Alloh uchun. Ma'nunki puli ko'p. Men ziyorat qilsam, atiganlikka menga yordam berishga asqetib qolar. Yoki bo'lmasa bu yuqori maqomda ishlaydi, yuqori joyda ishlaydi. Bir ishim tushib qolsa, borsam ishimni qilib beradi degan maqsadda emas, faqat Alloh roziligi uchun. Mayli u yuqori maqomda ishlasin, mayli tovan maqomda ishlasin, mayli boy bo'lsin, mayli kambag'al bo'lsin, uni faqat va faqat men mana shu musulmon mu'min birodar qarindishimni Alloh roziligi uchun yaxshi ko'rdim. Shuning uchun Alloh uchun men bu birodarimni ziyorat qilg'ini boraman degan maqsadda bo'lgan bo'lsa, uning maqomi ana shu payg'ambarlar ham, shahidlar ham havas qiladigan yuqori maqomda bo'ladi. Shuning bilan birgalikda Alloh uchun bir-birlari bilan ham suhbat bo'lib o'ltirgan, Alloh uchun paranglashgan, Alloh uchun mungdashgan, ümmeti İslamiyanın g'amini yegan, mu'min musulmon birodarlarimizning, qarindoshlarimizning g'amini yegan,
mana shu birodarlar Allah uchun suhbatlashib, mungdashgan mana shu insonlarni ham Alloh taolo ana shu payg'ambarlar ham, shahidlar ham havas qiladigan yuqori maqomlarga, qasrlarga, saroylarga daxil qiladi, kirgizadi. Boshqa bir hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq deydi. Alloh taolo Musa alayhisalomga vahiy qilib, "Ey Musa, men uchun biror amal qildingmi?" deb so'radi. "Ey Musa, men uchun biror amal qildingmi?" deb so'radi. Shu chog'da Musa alayhisalom, "Ey Robbim, sen uchun namoz o'qidim, roza tutdim, sadaqa berdim, seni zikr qildim" deb javob beradi. Alloh taolo Musa alayhisalomning savoliga javoban, "Ey Musa, namozing o'zingning foydang uchun hujjat. Namoz o'qigan bo'lsang, bu o'zingning manfaating, foydang uchun hujjat bo'ladi. Roza tutgan bo'lsang, bu sen uchun qalqon, ya'ni do'zax azobidan to'sib turadigan qalqon, bu sening tutgan rozang. Sadaqa bergan bo'lsang, sadaqang sen uchun qiyomat kunida soyibon bo'lib turadi. Bergan sadaqamiz qiyomat kunida ana shu mahshargahda insonning boshida soya bo'lib turadi. Qilgan sadaqang ey Musa deyapti, sen uchun soyadir qiyomat kunida dedi. Meni zikr qilgan bo'lsang, zikr bo'lsa o'zing uchun nur. Ya'ni pulsirat ko'prigidan o'tadigan-da va boshqa yerda seni oldingni yo'ritib turadigan bir nurdir, bir chiroqdir bu dedi. Bu hammasi o'zing uchun. Ey Musa, men uchun nima qilding dedi. Shu chog'da Musa alayhisalom, "Ey Robbim, menga bildirgin. Sen uchun nima amal qilay?" deb so'radi. "Ey Robbim, menga bildirgin, sen uchun nima amal qilay?" dedi. Shunda Alloh taolo aytdiki, "Men uchun bir kishini yaxshi ko'rdingmi? Va yoki bir kishini dushman tutdingmi?" deb so'radi. Mana bu narsa Alloh uchun ekan. Bir kimni yaxshi ko'rishimiz Alloh uchun, bir kimni ham yomon ko'rishimiz Alloh uchun. Shuni yaxshi bilib olishimiz kerakki, shaxsiy manfaatimiz uchun, adovatimiz uchun, g'arazimiz uchun bir insonni yomon ko'rishga haqqimiz yo'q. Shuning bilan birgalikda bir insonga yomon gumon qilishga ham haqqimiz yo'q. Bu haqda Qur'oni Karimda oyatlar bor. Ey mu'min musulmonlar, bir-biringlarni yomon gumon qilmanglar degan ma'nodagi oyatlar bor. Bu boshqa surada bor. Shuning uchun biz yaxshi ko'rishimiz ham Alloh uchun, yomon ko'rishimiz ham Alloh uchun bo'lmog'i kerak. Bir insonni biz yomon gumon qilmasligimiz kerak. Biz haqqimizda yomon gapni bir inson qilgan bo'lsa ham, unga biz aytishimiz kerakki, "Ey birodar, u yaxshi inson, men haqqimda bunaqa gap qilmaydi u. Yoki bo'lmasa siz buni xato anglab qopsiz. U bunda qiladigan inson emas. Siz xato anglab qopsiz. Meni afv qiling. Bundaq gaplarni mening oldimga elib kelmang. Bu ishlar katta gunoh ishlardan hisoblanadi. Biz bir-birimizga faqat va faqat hayoti dunyoda yaxshilik qilish uchun yaratilgan Allohning mahluqotlarimiz deb uningga chiroyli gap bilan yo'lga solib qo'yishimiz kerak." Mana bu hadislardan shu narsa ma'lum bo'ldiki, Allohga amallarning eng yaxshisi Alloh roziligi uchun yaxshi ko'rish va Alloh roziligi uchun yomon ko'rish ekan. Shuning uchun ey mu'min musulmon qarindoshlar, biz bu 4 kunlik va yoki 5 kunlik dunyoda bir-birimiz bilan dushmanlashmasdan, bir-birimizga adovat qilmasdan, bir-birimizning g'iybatini qilmasdan, mangu baxt saodat uyi bo'lmish oxirat uyi uchun harakat qilishimiz, jiddiy jihad qilishimiz, mehnat qilishimiz, o'zimiz bilan birgalikda do'st yor birodarlarni ham ana shu Allohning haq yo'liga da'vat qilishimiz, chaqirishimiz va ularning g'imi uchun qayg'urishimiz lozim. Chunki man lam yahtam bi amrul muslimin falaysa minna. Kimki mu'min musulmonlarning bir dardiga
ko'ngil bo'lmaydigan bo'lsa, sherik bo'lmaydigan bo'lsa, u bizdan emas degan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. Biz mashriqda bir insonning jini og'risa, ana shuni butun vujudimiz bilan, qalbimiz bilan his qilmog'imiz lozim. Bu bizning burchimizdir. Bu bizning burchimizdir. Sahobalar ana shunday go'zal xuluqlarga, ana shunday go'zal axloqlarga, ana shunday go'zal insoniy fazilatlarga ega edi. Hatto shu darajada taqvolik darajasi shu darajada bo'lganligidan Qadisiyya urushida sahobalar dam olib turayotganda Umar radhiyallohu anhu Madina Munawvarada Juma xutbasini o'qiyotgan edi. Amma kafirlar esa taqqa yamishib chiqayotgan edi. Buni Alloh taolo ana shu Umar radhiyallohu anhu ga buyurib bildirdi ekanki, shuning bilan Umar radhiyallohu anhu ana shu xutbada mu'min musulmonlarning amiri bo'lgan, boshlig'i bo'lgan, bosh qo'mondonga aytdi ekanki, hozir ismi esimdan chiqib qoldi. Ey falonchi, taqqa chiqqan deb buyruq qildi. Vaholanki Umar radhiyallohu anhu Madina Munawvarada edi. Ammo u sahobalar esa Iroqda edi. Iroqda edi. Ana shu yerdagi kofirlarning taqqa chiqayotganligini, mu'min musulmonlarning behasdalikda o'ltirib qolganligini sezgan Umar radhiyallohu anhu Allohning amri bilan, Allohning bildirishi bilan aytdi ekanki, ey falonchi, o'yg'on, taqqa dushmanlar yamishib chiqyapti dedi. Shuning bilan darhol bu xalifa, bu mu'minlarning boshlig'i, qo'mondoni yugurgan holatda taqqa chiqdi. Qarasa ekanki, dushmanlar haqiqatan kelayotgan ekan. İnson taqvolik darajasiga yetganda mana shunday karomatlarga ega bo'lishi mumkin. Ming afsuski, hozirgi dunyoda mu'min musulmon birodarlarimizning soni ko'p bo'lgani bilan, ammo haqiqiy iymonga ega bo'lgan qarindoshlarimizning soni oz bo'lganligi uchun har holatda yashayotimiz. Shuni yaxshi bilishimiz kerakki, oldingi ummat nima bilan o'ngshalgan bo'lsa, nima bilan tuzalgan bo'lsa, hozirgi ummat ham xuddi ana shu narsa bilan tuzaladi. U ham bo'lsa Allohning kitobi va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hadislariga amal qilishimiz, buyurgan ishlarni qilishimiz va qaytargan ishlardan o'zimizni tiyishimiz bilan amalga oshadi. Haqiqiy najotlik mana shundadir. Buni biz hargizmi esimizdan chiqarib qo'ymasligimiz lozim. Rivoyat qilinishicha, qiyomat kuni bir mu'min kishi elib kelinadi va amallari taroziga qo'yiladi. Shu chaqda uning gunohi savobidan og'ir keladi. Natijada do'zaxga hukm qilinadi. U kishi, ey Robbim, menga bir soat muhlat bergin, onamdan savob elib kelay dedi. Unga Alloh taolo muhlat berdi. U onasining oldiga kelib, ey onajon, meni dunyoda tarbiya qildingiz va menga qilmagan yaxshiliklaringiz qolmadi. Shular haqqi men do'zaxdan nijot tepishim uchun savobingizdan azroq bering dedi. Onasi, ey bolam, mening ham savobim yetmay, nima qilishimni bilmay hayron holatda turibman. Qandoq qilib bugun sana yordam bera olayman dedi. Haqiqatan ham u kunda hech qanday inson bir-biriga yordam qila olmaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yawma izin sha'nun yughni. Alloh taolo Qur'oni Karimda shundoq deydi. Yawma yafirrul mar'u min akhihi. Qiyomat shundoq kunki, u kunda inson o'zining birodaridan, tug'ishgan
jon ukam, jon akam degan tug'ishgan bir qo'saqdan tushgan birodaridan qochdi. Men buni tonimayman. Akam meni ko'rib qolmasin, ukam meni ko'rib qolmasin deb u kunda qochdi insonlar. Va ummihi, dunyoga kelishiga sabab bo'lgan jonijon onasidan ham qochdi. Anam meni ko'rib qolmasin, anam mening savobimdan elib qolmasin deb onasidan ham qochdi. Va abihi, dunyoga kelishiga sabab bo'lgan, dunyoda o'stirib katta qilgan dadasidan ham mehribon, yemay yedirgan dadasidan ham qochdi. Va sahibatihi, sevaman seni, kuyaman sana, seni sevaman, sen uchun jonim fido degan xotinidan ham, ayolidan ham qochdi. Va bani, jonim uchun, balam uchun jonim fido deb balasi uchun jinin, hattoki jinini berishdan ham qaytmaydigan ota ana shu qiyomat kunida o'zining farzandidan ham qochdi. Ming afsuski, mana shu qiyomat kuni hali bizning oldimizda. Bu 4 kunlik dunyo hammamiz uchun g'animat, ammo bu kunning qadriga, dardiga yetishimiz kerak. Savob ishlar bekorlik, ammo gunoh ishlarni biz pulga setib olamiz. Buning uchun ozroq fikr yurgizishimiz kerak. Ozg'ina bir yerimiz og'riydigan bo'lsa yoki bir karvatda yetib qoladigan bo'lsak aytamizki, ey Alloh, mening sog' kunim ham bo'lganmi? Men hayotda ana shu insonlarga o'xshab yugurib ham yurganmidim deb noliymiz. Haqiqatan sening sog' salomat o'ynab yurgan, maishat qilgan, rohat, farog'atda yurgan kunlaring bo'lgan. Ammo unutding buni. Unutdim. Ozgina Alloh dard berib qo'yishi bilan, barliq oldingi hayotini unutib, mening sog' kunlarim ham bo'lganmi? Qaysi gunohim uchun Alloh menga mana shu dardlarni berdi deb, Allohdan noliymiz. Allohga shikoyat aytishga boshlaymiz. Bu durust emas. Mu'min musulmonga kelgan dard ham ana shu bandining gunohining kechirilishi, gunohining yuyilib ketishi uchundir. Haqiqiy mu'min musulmon qarindosh uningga bir dard yetganda, Alloh o'zingga hamd sanolar bo'lsin. Mening gunohlarimni afv qilgin. Men mana shu kasallik tufayli namozimni ba jamoat ado qila olmayapman va insonlarga falan insonlarga yordam beryaptim. Mana shu kasalim tufayli men ana shu insonlarga yordam berishdan to'xtab qoldim. Ey Alloh, mening bu dardimga shifo bergin, toki men bu yaxshiliklarimni davom ettiray degan go'zal niyatda qilishimiz lozim. Bir oliy insonlardan biri, avliyo insonlardan biri kasal bo'lib yetib qolganda, uni ko'ygini kirgan qavmi qarindoshlar, do'stya birodarlari, ey falonchi, sizning duoyingiz ijobat bo'ladigan insonlardan birisiz. Yaratgan zotga duo qilingki, siz tezroq saqayib keting, tuzalib keting. Allohga nima uchun duo qilmaysiz deb so'raganda, u zot aytgan ekanki, Alloh mening kasal bo'lishimni iroda qilgan bo'lsa-yu, men qandoq qilib u zotga xiloflik qilib tuzalib ketishim uchun shifo so'rayman degan ekan. Qarang. Nima degan go'zal so'zlar bu? Nima degan go'zal so'zlar, nima degan hikmatlik so'zlar bu? Hayoti dunyo 4 kunlik. Buni hammamiz nihoyat yaxshi bilamiz. Hatto hayoti dunyoda 950 yil qavmini Allohga da'vat qilgan, islomga da'vat qilgan Nuh alayhisalom 1000 yil umr ko'rgandir, balki 1000 yildan ko'proq umr ko'rgandir.
Amma payg'ambarlik zamoni 950 yil islomga da'vat qilgan, tavhidga da'vat qilgan, Allohga da'vat qilgan payg'ambardek zotdan ey Nuh, kayfa wajadta dunya? Ey Nuh, bu dunyo qanaqa narsa ekan? Qandoq topding bu dunyoni deb so'raganda Nuh alayhisalom aytdi ekanki, wajadtu dunya daran fihi babayn. Bu dunyo bir uyga o'xshash ekan. Ammo uning ikki tane eshigi bor ekan. Dunyo bir uy misolidir. Ammo uning ikki tane eshigi bor ekan. Dakhaltu minal awwal va kharajtu minal akhir degan ekan. Bu ikki eshikning birinchisi birdan kirdim va ikkinchisidan chiqib ketdim. Qarang. 950 yil haq yo'lga da'vat qilgan. Amma 1000 yildan ko'p umr ko'rgan Nuh alayhisalom ham mana shu hayoti dunyoni muddatini bir uyga o'xshatib, shu uyga bir eshikdan kiribdi-yu, ikkinchisidan chiqib ketgan bilan misol qilib beryapti. 50 yillik, 60 yillik, 100 yillik bu umrlar hech narsa emas. Hammamiz qaraganda aytishimiz mumkin. Kechigindi men yosh bola edim, o'ynab yurgan edim. Mana bugun qirib, mana to'shakda yetib qoldim, ko'pi karvatda yetib qoldim, kasal bo'lib yetib qoldim. Oxiratga safar qilish oldidaman. Hayotim bekor o'tib ketdi deb pushmon nadomat qilsak, u holda o'rniga kelmaydi. Chunki har bir o'tgan kunning kun oqiga qaytib kelmaydi. Har kuni quyosh insonlarga nido qiladi. Ey insonlar, men yangi tongman, men yangi quyoshman. Men tunugungi quyosh emasman, men bugungi quyoshman. Men to qiyomatgacha qaytib kelmayman. Bugungi kuningdan unumlik foydalangin deb. Ming afsus buni biz sezmaymiz. Haqiqatan bugungi chorshanba qiyomatgacha boshqa qaytib kelmaydi. Bu bizning hayotimizdan bu kun o'chirilib ketadi. Daftarimiz to'lib mengaveradi. Yaniga hafta keladigan chorshanba bo'lsa, umuman boshqa chorshanbadir. Bizning hayotimizning boshqa bir sahifasi, boshqa bir varaqadir u. Biz mana shu chorshanbaning, ati keladigan payshanbaning, indingi keladigan juma kunining qadrini bilishimiz kerak. Ertegelligicha biz hayotmi yo'qmi? Hech kimda buningki garantisi yo'q. Sen mancha yil yashaysan, mancha yildan keyin ibodat qilsang ham, tavba tazarruq qilsang ham bo'ladi deydiganga hech kimning qo'lida bu garanti qog'ozi yo'q. O'lim shundoq narsa ekanki, hech kim uning haligacha siriga yetgani yo'q. Bu shundoq sirliq narsa. Shuning uchun aziz qarindoshlar, mana bu hayotdan Allah istagan yo'sinda, Allah istagandek foydalanishimiz, payg'ambar alayhisalom ko'rsatgandek foydalanishimiz lozimdir. Ana shunda qilganda bizning dunyoligimiz ham, oxiratligimiz ham obod bo'ladi. Haqiqiy baxt saodat o'lgandan keyin boshlanadi. Alloh taolo hammamizni ana shu oxiratning baxt saodatidan benasib qo'ymasin. Hammamizni Alloh taolo ana shu oxiratda o'zining rahmatiga erishtiradigan solih bandalarning qatoridan qilsin. Sözümüzni davom qilamiz. Shuning bilan halaqa inson onasidan savobni ololmagandan keyin noumid holda boshqa qarindoshlarining oldiga boradi. Onasining oldiga berib, "Ey jon, onajon, jannatga kirishimga ozgina savobim yetmay qoldi. Ozgina savob bering men uchun. Men sizning o'g'lingizga" deganda onasi, "Ey bolam, mening o'zimning ham savobim yetmay, men ham parishon holatda turibataman" deb savob berishdan bosh tortgandan keyin bu yigit umidini uzgan holda boshqa qarindoshlarning, boshqa tonish bilish insonlarning oldiga savob izlash uchun yo'lga chiqadi. Ammo
bütün insonlardan umidsiz holatda qaytadi. Chunki u kun hech kimga asqatmaydigan, hech kimga savob berib turmaydigan kundir. Shuningdan keyin Alloh uni do'zaxga tashlashga buyurdi. Demak, savobi yetmadi, u inson do'zaxga tushishga mahkum. Shu chog'da uning hayoti dunyodagi do'sti uni do'zaxga haydab ketayotganligini ko'rib qoladi. Uningga ikkimizdan birimiz nijot topishimiz uchun sana barliq savobimni beraman. Bu qilgan ishim ikkimizning do'zaxga tushishimizdan ko'ra yaxshiroqdir. Dedi. Shuning bilan u inson ana shu qarindoshiga o'zining savobini beradi-da, uni do'zaxga tushishidan qutqizadi. Shuning bilan bu inson jannatga kirishga hukm qilinadi. Jannatga intilayotgan paytda uningga, yana o insonni jannatga elib borishga hukm qilinadi. Shuning bilan jannatga ketayotgan paytda u insonga o'z do'stini do'zaxga tashlab jannatga kirish mardlik emas deb nido qilinadi. O'z do'stini do'zaxga tashlab jannatga kirishlik mard yigitning ishi emas degan nido qilinadi. Shu chog'da u sajdaga yiqilib, jannatga kirib ketayotgan inson sajdaga yiqilib do'sti uchun shafaat so'raydi. Buning natijasida Alloh har ikkisini jannatga kirishga buyurdi. Yana Alloh aytadi ekanki, mening bandalarim bir-biriga shunchalik kuyimchan, hatto uning jannatga kirishi uchun o'zining hayoti dunyoda qilgan butun savobini beryapsa-yu, men shunchalar mehribon bo'laversa, men Robbul alamin, butun olamlarning Robbisi bo'lgan Alloh turib, nima uchun men buningga bunchalik nimani qilmay deb Alloh taolo mana shu Alloh uchun do'st bo'lganligi uchun mana shuning bilan har ikkisini Alloh taolo jannatga kirishga hukm qiladi. Mana bu hayoti dunyoda Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'rgan, Alloh uchun bir-biri bilan do'stlashganning mukofoti. Alloh taolo hammamizni ana shunday bir-birlari bilan yaxshi ko'radigan, bir-birlarini haqqa boshlaydigan, bir-birlariga haq yo'lni ko'rsatib turadigan solih insonlardan bo'lishlikka nasib qilsin. İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: Kim musulmon birodarini ziyorat qilsa, uning uchun har bir qadamiga bir qulni ozod qilganning savobi beradi. Qandoq bir inson bir musulmon birodarini Alloh uchun ziyorat qilsa, Alloh uchun ziyorat qilsa, uning har bir qadamiga bir qulni ozod qilganning savobini beradi. Bir insonni qullikdan ozod qilish bu nima degan baxt bu? Nima degan baxt? Ana shundoq buyuk mukofotni beradi. Bu ziyorat tufayli uning 1000 gunohi o'chirilib, shuning bilan birgalikda 1000 ta savob yoziladi dedi. Qarang, islom dinimiz naqadar go'zal. Islom dinimiz nima degan oliyjanob. Islom dinimiz nima degan yaxshi. Bir insonni Alloh uchun ziyorat qilganligi uchun uning har bir bosgan qadamiga bir qulni ozod qilganning savobi berilyapti. Shuning bilan birgalikda uning 1000 gunohi o'chirilib, 1000 ta savob yozilyapti. Biz kunda qanchalagan gunohlarni qilamiz? Bilib yoki bilmasdan. Mana shu gunohlar ana shunda Alloh uchun bir insonni ziyorat qilganligimiz uchun uningga boshqa hech qanday g'arazimiz, hech qanday maqsadimiz yo'qligi, xolis faqat va faqat Alloh uchun ziyorat qilganligimiz uchun Alloh taolo ana shu mu'min insonlarga mana shunday buyuk mukofotlarni beryapti.
cennetga kirish u darajada oson ish emas. Cennetga kirish uchun biz japan mashaqqatlik mehnatlarni qilishimiz, ummati islomiya uchun g'am qayg'uda bo'lishimiz, ummati islomiyaning g'amini yeyishimiz, boshqa birodarlarimizni haq yo'lga da'vat qilib, jahannam azobidan saqlanib qilishga sababchi bo'lganimizda keyin biz Allohning rahmatiga erisha olamiz va jannatiga loyiq bandalar qatoridan bo'lamiz. Başqa bir hadisda mundaq deyilgan. Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: "Men sizlarga jannat ahlidan bo'lgan kishilar haqida xabar beraymi?" deb so'radi. Atrofida bir nechta sahobalar bor edi. Payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, "Men sizlarga jannat ahlidan bo'lgan kishilar haqida xabar beraymi? Jannat ahli kim? Ana shu kishilar haqida ma'lumot xabar beraymi?" dedilar. Sahobalar, "Albatta ya Rasululloh, bizga bildiring, bizga xabar bering" dedi. Shu chog'da Payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, payg'ambarlar jannatda dedi. Siddiqlar jannatda. Siddiqlar ya'ni rastgo'y insonlar. Ya'ni islomni tasdiqlagan, iymonni tasdiqlagan va uningga amal qilgan, islomda nimaga buyurilgan bo'lsa, shak shubhasiz ana shuni bajargan, islom nimadan qaytargan bo'lsa, shak shubhasiz ana shundan o'zini tiygan, o'zini saqlagan insonlar. Buningga tafakkur qilib, tadabbur qilib, kichikkina yetmagan aqli bilan nima uchun buningga buyurgan? Buningdagi hikmat nima? Bu qandoq degan gap bu? Bu hozirgi zamonda uymaydi-ku, mos kelmaydi-ku bu. Buni qandoq qilishimiz lozim demasdan Allah bunu buyurdi. Demak, bu hamma narsaga mos keladi. Har zamonga ham, har qaysi makonga ham, har qaysi o'rin joyga har doim Allah nimaga buyurgan bo'lsa, Allah nimadan qaytargan bo'lsa, buning mos kelmaydigan hech qanday bir yer yo'q deb hech qanday fikr yurgizmasdan, bu aql bilan yurmaydi bu. Allah nimaga buyurgan bo'lsa, shak shubhasiz buningga amal qilamiz va uni bajaramiz. Qo'ldan kelganimizcha Allah nimadan qaytargan bo'lsa, hech taraddud qilmasdan, hech tafakkur o'ylanmasdan Allah bundan qaytargan, men bu ishni qilmayman deb o'zimizni tiyimiz. Ana shu insonlar Allohning buyrug'ini qiladigan, Allohning qaytarganidan qaytadigan insonlar siddiqlar deb ataladi. Payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, payg'ambarlar jannatda dedi. Siddiqlar jannatda dedi. Shahidlar jannatda dedi. Shahidlar jannatda dedi. Shuning bilan birgalikda oxirgisi 4-sida aytdi ekanki, shahar sirtida turadigan musulmon birodarini faqatla Allah rozi uchun ziyorat qiladigan kishilar jannatda dedi. Ya'ni o'zidan biroz uzoqda bo'lgan kishilarni, ana shu uzoqda bir qarindoshim bor, yaxshi bir bandalardan biri bor, men shu birodarimni Allah roziligi uchun ziyorat qilib kelay deb boshqa hech narsani maqsad qilmasdan, g'arazlamasdan, niyat qilmasdan faqat Allah uchun ana shu insonni ziyorat qilib kelgan kishilar jannatda dedi. Biz ana shunday insonlardan bo'lishimiz lozim. Yana bir hadisda mundaq deyilgan: jannatda bir xil qasrlar borki, ularning ichidan tashqarisi va tashqarisidan ichkarisi ko'rinib turadi. Alloh taolo ularni faqat bir-birlarini yaxshi ko'radigan va bir-birini ziyorat qiladigan insonlar uchun tayyorlab qo'ygan dedi. Shunda qasr borki, jannatda eng oliy qasrlardan biri. Tashqarisidan ichkarisi, ichkarisidan tashqarisi ko'rinib turadigan ana shu qasrni ham Alloh taolo kimlar uchun tayyorlab qo'ygan? Hayoti dunyoda Alloh roziligi uchun bir-birini yaxshi ko'radigan va bir-birini ziyorat qilgan insonlar uchun tayyorlab qo'ygandir.
Aziz qarindoshlar, so'zlaydigan bo'lsak, so'zimiz nihoyatda ko'p. Biz bu Alloh uchun yaxshi ko'rish va Alloh uchun yomon ko'rishni yana qancha so'zlasak bu tugamaydi. Shuning uchun so'zimni men bu yerda tugatmoqchiman. Yana bu boshqa hadislar ham bor edi, ammo so'zimni men bu yerda tugatmoqchiman. Aziz dunyoning har burchagidagi mu'min musulmon qarindoshlar, biz hayoti dunyoda Alloh roziligi uchun yashashimiz, Alloh buyurgan ishlarni qilishimiz, Alloh qaytargan ishlardan qaytishimiz lozim. Shuning bilan birgalikda dunyoga rahmat qilib yuborgan sarvari koinot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ham sunnatlariga amal qilishimiz, u zot ko'rsatgan haq yo'lda menishimiz, u zot qaytargan yo'llardan butunlay qaytishimiz mu'min musulmonlarga yarashadigan munosib ishdir. Aziz qarindoshlar, mana bu 4 kunlik dunyoda hayotimizni behuda o'tkazmasdan, bir-birimiz bilan g'azab, nafratda bo'lmasdan, bir-birimiz bilan dushmanlashmasdan, bir-birimizga sevgini, muhabbatni, mehr oqibatni, qarindosh urug'chilikni, do'st-yor birodarlikni, haqiqiy do'stlikni, haqiqiy birodarlikni yeyishga, shuning bilan birgalikda birodarlarimizni agar u haq yo'lda mangmayotgan bo'lsa, uningga chiroyli yo'llar bilan uni da'vat qilib, Allohning rahmatiga erishishga sabab bo'lishga harakat qilishimiz lozim. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi ekanki, Astaizu billah ud'u ila sabili robbika bil hikmati val mau'izatil hasana dedi. Parvardigoringning yo'liga hikmat bilan, chiroylik bilan, chiroyli da'vatlar bilan, chiroyli tabliğlar bilan chaqirg'in dedi. Nihoyatda go'zal, nihoyatda chiroyli da'vatlar bilan biz insonlarni Allohning yo'liga, islom yo'liga, haq yo'liga da'vat qilishimiz lozim. Islom ana shu sahobalarning go'zal axloqi bilan, chiroyli nimalari bilan mana bu dunyoga tarqalgan. Biz ham islomni ana shu sahobalar tarqatgandek nihoyatda go'zal odob, axloq bilan tarqatishimiz lozim. Urushlarning birida, jihatlarning birida, payg'ambar alayhisalom bilan qilgan jihatlarning birida Hazrati Ali radhiyallohu anhu jihad qilib o'tib, urush qilib o'tib, bir kofirni tekki bosib olib, endi o'ltiraman deganda, u kofir kimsa Hazrati Ali radhiyallohu anhuning yuziga tupurib qo'yadi. Shunda Hazrati Ali radhiyallohu anhu u kofirni o'ltirmasdan o'rnidan turib ketadi. Shuning bilan u kofir Ali radhiyallohu anhuga, "Ey Ali, sen nimaga meni o'ltirmading?" deganda, "Men seni Alloh uchun o'ltiravatdim. Sen mening yuzimga tupurganing uchun mening shaxsiy g'azabim usting kelib qolmasin deb men seni o'ltirmadim" dedi. Alloh shaxsiy g'arazimiz uchun insonlarni o'ltirishga buyurmaydi. Men seni Alloh uchun o'ltiravatgan edim. Mening yuzimga tupurganingdan mening shaxsiy g'arazim nim bo'lib qolmasin deb seni o'ltirmadim dedi. Ana shu joyda darhol ana shu inson kalima keltirib, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb iymon keltirdi. Islom mana bundaq tarqalgan. Islom mana bundaq go'zal din bu. Bir-birimizga g'azab qiladigan, bir-birimizga nafrat qiladigan, bir-birimizga adovat qiladigan, g'aybat, shikoyat qiladigan bundaq din emas islom dinimiz. Mana shunday go'zal axloqli, odobli din. İnsaniyatga haqiqiy insonlikni, haqiqiy demokratiyani, haqiqiy hurlikni, haqiqiy ozodlikni, haqiqiy erkinlikni, haqiqiy insoniylikni o'rgatadigan go'zal dinlarning biri bu. Shuning bilan birgalikda biz o'zimizga nimani yaxshi ko'rgan bo'lsak, boshqa bir mu'min musulmon qarindoshimizga ham ana shu narsani yaxshi ko'rishimiz, ana shu narsani ravo ko'rishimiz kerak. Kunlarning birida Fatima onamizning anar yigisi keldida Hazrati Ali radhiyallohu anhuga
mening anar yegim keldi, iloji bo'lsa, mumkin bo'lsa bir anar keltirsangiz, elib kelsangiz deganlarida, Hazrati Ali radhiyallohu anhu ko'chaga chiqib, ishlab, pul topib, ana shu pulga 2 dona anarni, 1 dona anar setib olib, ayoliga olib keldi. Ayoliga olib kelib, yo'lda kelayotganda bir tilamchini ko'rib qoldi-da, anarning birsini ana shu tilamchiga berdi. Bir donasini uyga olib kirganda, kirib ayoliga ana shu anarni berganda, bir kishi eshikni qoqdi. Shun bilan eshikni ochsa, tilamchi yana eshikning oldida, "Menga bir yordam qiling, sadaqa qiling" dedi. Shunda Fatima onamiz ana shu o'zi yaxshi ko'rib turgan va yuragidan istab turgan ana shu anarni darhol ana shu soilga, ana shu kelgan tilamchiga divoniga berdi. Shuning bilan hech narsasiz qoldi. Ana shu vaqtning o'zida yana bir qatim eshik qoqildi. Bu qatim eshik qoqilganda qarasiki Salman Farisi radhiyallohu anhu eshikning oldida edi. Ali radhiyallohu anhu aytdi ekanki, "Ey Salman, nimaga kelding?" dedi. Salman radhiyallohu anhu aytdi ekanki, "Payg'ambar alayhisalom mana bu anarni sizga olib berishim uchun sizning oldingizga o'vatdi" dedi. U anar 9 tane edi. Ali radhiyallohu anhu aytdi ekanki, "Ey Salman, bu 10 dona bo'lish kerak. Afsuski bu 9 dona" dedi. Nima uchun degan edi? Shuning bilan Alloh taolo Qur'oni Karimda "Men jaa bil hasanati falahu ashru amsalha" degan. Qandoq bir inson bir yaxshilikni qiladi ekan, uningga 10 hassalab mukofot qilib qaytariladi degan. Shuning uchun men hozir Alloh yo'lida sadaqa ehson qildim. Bu anar 10 dona bo'lish kerak edi. Afsuski 9 tal bo'lib qoldi dedi. Salman Farisi radhiyallohu anhu bir dona anarni o'zining orqasida olib qo'ygan edi. Yoshirish uchun emas, Ali radhiyallohu anhu nihoyatda hozir javob aqlli sahobalardan biri edi. Buni sinash uchun bir dona anarni yoshirib qolgan edi. Shuning bilan, "Ey Ali, mana haqiqatan 10 ta anar, mana og'in" deb 10 ta anarni berib ketdi. Qarang, bir dona qilgan yaxshiligiga sahobalar o'zining zamonasida 10 hassalab ko'paytirib buning mukofotini elayotdi. Chunki bu ishni faqat Allohning roziligi uchun qilgan edi. Boshqa hech narsani maqsad qilmagan edi. O'zining och qolishini, qalbida istaganini bir yonga tashlab qo'yib, boshqalarning manfaatini o'z manfaatidan ustun ko'rganligi uchun sahobalar hayoti dunyoda ana shunday go'zal mukofotlar bilan hayoti dunyoda juda ham ko'p karomatlar bilan, juda ham ko'p insonlarning aqli yetmaydigan, insonlar hayron qoladigan mana shunday go'zal misollar bilan sahobalarning hayoti to'lib toshqandir. Ammo vaholanki hozirgi zamonda biz ko'plagan do'stliklarimiz haqiqiy do'stlik emas, bizningki yordamlarimiz haqiqiy yordamimiz emas. Boshqalar buni yordam qilyotdi degan nomga erishish uchun ba'zilar yordam qiladi va ba'zilar meni boydasin deb yordam qiladi, ba'zilar boshqa bir niyatlar uchun yordam qiladi. Bularning hammasi u inson uchun hech qanday bir foyda keltirmaydi. Qanday bir inson boshqalarga yordam qilmoqchi bo'lsa, Alloh roziligi uchun yordam qilgandagina u inson hayoti dunyoda savob elib ketadi. Chunki Qur'oni Karimda Bismillahirrohmanirrohim "Faman ya'mal misqala zarratin khayran yara va man ya'mal mithqala zarratin sharran yara" degan. Qanday bir inson zarra misqolchilik yaxshilik qiladi ekan, u uning mukofotini oladi. Qanday bir inson zarra misqolchilik yomonlik qiladi ekan, haqiqatan ham u inson qilgan yomonligining jazosini oladi. Aziz qavm qarindoshlar, do'stlar, birodarlar, mana bu 4 kunlik dunyoda bir-birimizga hammamiz g'animatdir. Shuning uchun orqamizga faqat va faqat yaxshiliklarni tashlab ketaylik. Bizdan hech qachon va hargiz yomonlik qolmasin. Kelajak nasl, kelajak avlod bizni hargizmi yomon nom bilan, yomon til bilan tilga olmasin. Bizni faqat va faqat
bizning orqamizdan duo qiladigan va biz uchun bizning haqqimizga duo qiladigan, gunohlarimizning kechirilishini yaratgan zotdan so'raydigan solih do'stlar birodarlarni, solih farzandlarni, solih qarindoshlarni orqamizga tashlab ketaylik. Bizdan hargizmi yomonlik qolmasin. Alloh hammamizni faqat va faqat yaxshilikda birlashtirsin, yomonliklardan hammamizni uzoq qilsin. Aziz qarindoshlar, shuning bilan men sizlarga bir tabliq qilishga loyiq bo'lmasam ham, qo'limdan kelgancha payg'ambar alayhisolamning hadisiga muvofiq ballighu anni walau aya degan, ya'ni mendan bir oyatni anglagan bo'lsanglar ham uni boshqalarga yetkazinglar degan, shu bois qo'limizdan kelgancha arzimagan bir tabliqni sizlarga sungan bo'ldim. Buningda sodir qilingan ba'zi bir kamchiliklar bo'lsa, afu qilishinglarni, faqat va faqat yaxshi niyat bilan tushunishinglarni va yaxshi gumon qilishinglarni so'rayman. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammanglarni Allohga omonat qilaman. Omon bo'ling.